Do'stlar, kechki soat 11 bo'lishiga qaramasdan biz keyingi dastavkamizni Qashqadaryo viloyati Jomboy tumaniga chiqaryapmiz. Ko'rishinglar mumkin. Bugun kelib hali tunash ulgurmagan dugalik yangilik variantimiz 6 ta akkumulyatorli bo'ladi. Oldi tomondan ko'rinishi xuddi shunday bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. Balonlari jidkislik. Oldisi ham orqasi ham bemalol zatniy xodlarga yura oladi. 3 ta skorostdan iborat, mejigar pultlar hamma yo'q bor. Passajir uchun qo'yadigan joylar orqada shunaqangi joylari mavjud. $640 ga baraka bo'ldi do'stlar. O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Manzilimiz Andijon viloyati Sharqon tumani markaziy stadion yonida. Obuna bo'lib, like bosib, shunaqangi skuter so'ragan tanishlaringizga yuborib. Xudo xolasa cho'tka qilib yukladik. Qo'shimchalari egar tagida bor. Mejigar pultlarni shofyor akamizga berdik. Yopib oling aka. Yaxshi aytib oling mashina raqamlari. Shofyor aka yaxshi aytib oling. Nomerlarni tashab qo'yaman. Ha.